jon hech kimniki emas. O'ziniki u. Xohlagan bandasidan xohlagan kuni oladi. Ba'zilarimiz bugun olishligi mumkin. Ba'zilarimiz ertaga olishligi mumkin. Ba'zilarimiz kecha oldi. Hech kim bunga turib bera olmaydi o'rtaga. Ming lavozimimiz arshda bo'lsin. Pulimiz hech qayerga sig'masin. Hech kim bu narsaga o'rtaga tusha olmaydi. Bir kun olib qola olmaydi. Demak, tiriklik bizlarga Alloh taolo berilgan tomonidan berilgan ulug' ne'matmi? Mana shu tirikligimizda Alloh rozi bo'ladigan amalni qilaylik. Bu jonimiz jam mustahkam emas. Manaman deganingiz gugurt cho'pi 10 sekund yonadi. Yoqib tursangiz, barmog'imizni shunday yonib turgan gugurt cho'piga teg'iz olmaymiz. Mana shunga chidolmayapmizmi? Do'zax o'tiga qandoq chidaymiz azizlar? Ana shuning uchun yaxshi yo'lga, o'zimizni xoliqimizni tanib, o'sha zot ko'rsatgan yo'llarga yurib, o'sha zot qaytargan yo'llardan qaytaylik azizlar.